Xitoyliklar bizning urf-odatlarimizga aralashyapti. Nima haqqi bor ularning? Falokat bo'lib chiqdi sanki, shim bir qadaming umuman yo'qman, to'g'ri. O'zbekistonga kirib keldi. Bizning sohasiga kirib keldi, bu narsani eshitdik. Lekin yana bir xabarlarda eshityapmizki, O'zbekistonning yerlari sotilyapti xitoyliklarga. O'zbekistonda qarzi bor Xitoydan trillion deb narsani ham eshitdik. Nima uchun? Bizga mana shu narsa haqida ma'lumot bering. Biz xalqmiz, sizni prezidentlikka biz saylaganmiz. Siz xalqni eshitishga majbursiz, xalqni yengillik kiritishga majbursiz. Sveti narxini oshirib tashladinglar. Gazni narxini 1 yilda 3 marta oshirib yordinglar. Ya'ni gapirgan odamni qamoqqa tiqibsizlar, qamoqqa olma. Xalqni kim eshitadi? Defensiyaga yoqyaptimi, yo'qmi? Faqat kambag'allarga ishlayapti. Kambag'allar esa qaqshayapti faqat. Bizni ham eshitadigan o'rinmi o'zi? Defensiyaga yoqyaptimi, yo'qmi? Men olib chiqaman. Yo'qmasa qo'rqoq bo'lmi? Men O'zbekistonni yomonlamoqchi emasman. O'zbekiston bizniki. Men faqat prezidentdan yordam talab qilib chiqyapman, xalqqa yengillik bering deb. Bitta deputatingiz chiqdi, gazni ovqat qilsang, kosang oqarmaydi. Bu gandonlar tushgandan keyin faqat tushyapti beda. Amirjon, Temirjon, Mirorjon, Hasanjon, Husanjon tug'ilyapti. Menga padishlik berdi. Olib ketdi bu gandonlar. Yes. Ko'pishmaylar Ahmed Oba bilan ko'paytirib tashladik. Xalq prezidenti kimligini tayinlaydi. Siyosat bu xalq. Agar xalq bo'lmasa, siyosat ham bo'lmaydi, davlat ham bo'lmaydi. Bizga faqat yengillik talab qilishingizni so'raymiz. Bu videoni la'nati doim shunday qiladi. G'alamis. Qanaqa deysanmi, Qodirali? Men qo'tog'i.